Aybdor, savoliga javob bering. Ismingiz, familiyangiz nima? Qayerda tug'ilgansiz? Nahotki unutgan bo'lsangiz, bo'pti. Hozir esingizni solib qo'yaman. Ko'hna uyni 2-qavatida tug'ilganman. Oltin farishtalar bilan bezatilgan xonada. Esladingizmi, dadajon? Ha, unutmabsiz, aftingizdan ko'rib turibman. Meni mehribon dadajonim tirik. Zurriyotini, ya'ni meni onamga o'ldi deb aytgan. Dadajonimning ahvoliga bir qaranglar. Bu dunyoni tark etmoqchi. Keyin dadajonim meni mana shu ashyoviy dalil va tesyorgakka o'ralgan. So'ngra uy orqasidagi batqoqob chiqqanda o'z qo'llari bilan ko'mgan. Tiriklayin! Chirib ketgan bo'lardim agar ustozim kovlab olmaganda. Lekin 2 kun avval uni bechoraning joyi jannatda bo'lsin. Marhumni xotirlab hamma o'rnidan tursin. Turing!